بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hurmatlik islomdagi do'stlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, hammalaringizga ma'lum, oldimizda ulug' oy Ramazon oyi kirib kelyapti. Alloh subhanahu va taolodan go'zal ismlari va oliy sifatlarini vasila qilib so'raymanki, Sha'bon turgan oyimizni Robbim barakotli qilib, Ramazonga salomat yetib va Ramazonda Alloh rozi bo'ladigan holatda Ramazon oyining ro'zasini tutganlarga beriladigan ajr mukofotlarda tamomini va kamolini berishligini Robbim azza va jalla hammamizga o'zi nasib qilsin. Allohumma amin. Hurmatli azizlar, Ramazon fazli to'g'risida har qancha gapirsak, asli Ramazonning fazlini, Ramazonning asli mohiyatini yetib borolmaymiz. Chunki bu oy Alloh subhanahu va taoloning huzurida boshqa oylarga nisbatan qadri, qiymati bor oy. Aslida esa bir qoida qatorida aytib o'tib ketay. Yil 12 oy, kecha-yu kunduz, har bir soat va daqiqa va soniyalar Alloh taoloning maxluqi. Alloh azza va jalla o'zining bandalariga hayot bir xil bo'lishligini xohlamadi. Hakim zotning hikmati. Bir mavsumlar, bir vaqtlar, bir soatlar, bir kunlar, ba'zi yerlarni Alloh taolo ba'zi joylardan muqaddas qildi. Bu Alloh taoloning hikmati. U joylarda, u vaqtlarda, u soatlarda, u kunlarda qilinadigan ibodatlarni boshqa kunlarda, boshqa soatlarda, boshqa joylarda qilgan ibodatdan ko'ra ajrini, mukofotini baland qilib berishligini o'zining fazli bilan, o'zining karami bilan bandalariga xabarini berdi. Islom ummatida ittifoq bo'lgan narsa shuki, yil 12 oyning 11 oyidan eng afzal oy bu Ramazon oyi. Kunlarning ichida eng afzal kun Arafot kuni. Kechalarning ichida eng afzal kecha bu Qadr kechasi. Kunlarning ichida eng afzali esa Zulhijja oyining avvalgi 10 kuni. Alloh taolo qasam ichib val fajr va layalin ashr deb, hattoki ulamolar aytadiki, Ramazon kunlaridan ham ko'ra mana shu kun eng afzal kun. Aytganimizdek, yerlarda Alloh subhanahu va taolo yer yuzidan Makkani afzal tutdi. Masjidlarning ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarini boshqa masjidlarga nisbatan, Makka mukarramadagi Harom masjidini boshqa masjidlardan Alloh taolo qadrini baland qildi. U joyda qilingan ibodatlar ajri bir necha bor ko'payib beriladi. Soatlarning ichida Alloh subhanahu va taolo haftani ichida 1 soat qildi. Juma kunida 1 soat, u soatda qilingan ibodat, Alloh taolodan so'ralgan talab boshqa soatlarda misli berilmaydigan 1 soatni Alloh taolo yaratdi. Demak, shunday ekan, bizning hayotimizda Alloh taolo salomat yetkazsin, Ramazon oyi kirib kelyapti. Nimasi bilan afzal? Bu kunning, bu oyning boshqa oylarga nisbatan afzalligi bir nechta sabablar bor. Shulardan sizu bizlarning saodatimiz bo'lgan, sizu bizlarga hidoyat yo'li bo'lishlikka sabab bo'lgan, sizu bizlarga to'g'ri yo'lga yo'llovchi bo'lgan Alloh taoloning karomi Qur'on Ramazon oyida nozil bo'ldi. Bu Ramazon oyi Alloh subhanahu va taoloning huzurida aytganimizdek boshqa oylarga nisbatan qilingan ibodat ajr savobi ko'proq. Xuddi shu o'rinda boshqa oylarda qilingan gunoh bilan Ramazon oyida qilingan gunoh ikkalasining gunohi tegmas. Ramazon oyida qilingan gunohning ma'siyati, Allohning huzuridagi Allohning noroziligi, g'azabi, beradigan uqubati, azobi boshqa oylarda qilingan bilan tegmas. Misol uchun aytaylik, Ramazon oyida aroq ichgan odam bilan yoki zino qilgan odam bilan boshqa oyda qilganning
beriladigan jazosi bir xilda bo'lmaydi. Ramazon oyi shu qadar buyukki, shu qadar ulug'ki, Ramazonning har bir kechasida bilasizlar, islom ummati bandalar Allohning huzuriga borganda 3 toifada bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu to'g'risida o'zi xabar bergandek, va minhum zolimun li nafsi va minhum muqtasid va minhum sabiqun bil khayrat deb bandalarni 3 qismga bo'lib berdi. 3 toifa insonlar bor. Buni ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Jibril alayhissalom bilan bo'lgan mashhur voqeada Jibril alayhissalom Rasulullohning huzuriga kelib tizzalarini tizzalariga qo'yib odob bilan o'tirib islomni so'ragan, iymonni so'ragan, ihsonni so'ragan mashhur holat, mashhur hadis, Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadis. Shundan olib kishilar immo musulmon bo'ladi, immo mu'min bo'ladi, immo muhsin bo'ladi. Musulmon odam gunohlar ham, savoblari ham qilib yurgan odam deb ta'rif berishgan ustozlar, ahli ilmlar. Musulmon odam Allohning huzurida iymoni qolganda jannatga kiradi. Islomi bilan gunohlarni aralashtirib qurgan odam esa gunohlaridan immo Alloh taolo kechirgandan keyin yoki intiqom qasosini olgandan keyin yoki solih bandalarini shafoatidan keyin jannatga kiradi. Mo'min odam albatta jannatga kiradi. Muhsin odam albatta uning darajati, maqomi baland. Uni tepasidagi maqom esa nubuvvat, faqatgina Alloh taoloning ya'ni xohishi bilan, istifosi bilan, Alloh taolo tanlab olishligi bilan bandalarga beriladigan maqom. Bu oyimizga taalluqli bo'lgan narsa bilasizlar, Alloh subhanahu va taologa gunohlarimiz ko'p. Albatta har birimiz aytamizki, Alloh taologa iymonimiz bor, dinni haq deb taslim bo'lganmiz, musulmonligimiz bor. Lekin nafsimizning yomonligidan, iymonimiz zaifligidan, shaytonning fitnasiga aldanganligimizdan, bugungi fitna zamondagi fitnalarga chalg'iganligimizdan gunohlar ham sodir bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, kullu bani adam xato. Har bir odam farzandi xatokor deganlar. Shunday ekan, bu xatokor insonlarni yo'l yo'qmi? Xato qildik, bo'ldi, uqubatda qoldikmi desa, yo'q, albatta Alloh subhanahu va taolo tavba eshigini, mag'firat eshigini qiyomat qoim bo'lgunga qadar yoki shaxsga jon halqumiga kelgunga qadar bu eshik yopilmaydi, bu imkoniyat qo'ldan ketmaydi. Bularning ichidagi eng afzali Ramazon oyi. Musulmon odam xatosi sababli jahannamda bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo Ramazonning har bir kechasida Alloh subhanahu va taolo jahannamdan gunohkor bandalarini jannatga oladi. Abshir, xursand bo'ling. Ramazon shunday oy, shunday buyuk, shunday bir fazli karam, fazli ulug' bo'lgan oyga kirib kelyapmiz. Agarda mana bu kelayotgan oyda qilgan gunohlarimiz sababli yoki Alloh taoloning vojibotlarini ado eta olmaganligimiz sababli Allohning intiqomiga tushgan bo'lsak, taqdirotda Ramazon oyining har bir kechasida mumkin siz yoki men ozod bo'lamiz. Alloh taolo ofiyat bersin jahannamdan. Jahannamni sizu bizlarga yuzimizni Robbim harom qilsin. U joyda bizni badanimizni, bizning ruhimizni Alloh taolo azoblamasin. Lekin iymon keltirganmiz, jannat ham bor, do'zax ham bor. Lekin gunohlarimiz, e'tirof qilamiz, Alloh taologa istig'for aytib tavba qilamiz, Alloh taolodan mag'firatidan umid qilamiz. Lekin shunaqa umidlarning ichidagi eng kattalaridan biri bo'lgan Ramazon oyida har bir kechada Alloh subhanahu va taolo jahannamdan qullarini ozod qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo o'z qo'li bilan jannatning har kuni Alloh taolo ziynatlab turadi. Kim uchun? Alloh taologa iymon keltirgan va Alloh taoloning dinida yashab, hukmida yashab, Alloh taologa bandalik qilayotganlarga jannatning har kuni Alloh taolo o'z qo'li bilan ziynatlab turadi. Va jannatga xitob qiladi. Mening bandalarim senga qiyinchiliklar bilan kelishligiga oz qoldi deb. Alloh taolo yaxshi ko'rgan, rozi bo'lgan bandalariga jannatini tayyorlab turadi. Bu oy fazlini aytamiz, fazlini gapiramiz desak juda ham ko'p. Bu bilan suhbatimiz ya'ni balki soatlar, balki uzoq muddatga cho'ziladi. Lekin shu joyda men nima qilay bu Ramazon oyida? Qanday o'tkazay degan qalbida zarrachalik iymoni bor odam bo'lsa, bu savol tug'iladi va shunga o'zini tayyorlab boradi. Kelinglar Alloh subhanahu va taoloning amriga
bo'ysungan holatda va ta'avanu alal birri va taqvo, yaxshilik va taqvo ishlariga bir-biringlar bilan hamkor bo'linglar degan Allohning amriga itoatan bu Ramazonni bir o'ylaylik, bir tafakkur qilaylik, bir barnamij qilaylik. Dunyoda bilasizlar, agarda kasb hunar tijoratchilarini misolini oladigan bo'lsak, qishki mavsumda ehtiyoji bor narsalarni sotadigan insonlar, misol uchun ko'mir sotadigan insonlar yoki issiq kiyim sotadigan insonlar sezonimiz kelyapti deb tayyorgarligini qay darajada ko'radi, rohatidan kechadi, oilasiga ajratadigan vaqtlardan kechadi. Sezonda fursat, g'animat, yaxshigina nima kasb, yaxshigina bir narsaga ega bo'lib oladi deb. Yoki dehqon odam bahor kelishligi bilan ishini qattiq boshlaydi. Qishda orom oladi, lekin bahor kelishligi bilan sezonimiz kelib qoldi deb yerga bo'lgan quvvatini, kuchini, e'tiborini hammasini beradi. Yoki maktab davrida kelgandagi tijorat, maktab o'quv qurollarini sotadigan savdogarni misolini oling. Qay darajada e'tiborli bo'ladi. Ya'ni har bir hunar sohibi o'zining mavsumi kelganda qanday tayyorgarlik ko'radi, qanday e'tibor qiladi, qanday zaxira to'playdi, qanday kuch-quvvat sarflaydi, bu hech kimga sir emas, hammamiz yaxshi bilgan holat. Endi mo'min odam uchun, mo'minning bahori bo'lgan, mo'minning haqiqiy fursati, haqiqiy imkoniyati misli ko'rilmagan darajada keladigan Ramazonga qanday tayyorgarlik ko'ramiz? Alloh subhanahu va taolo hadis qudusiyda aytadiki, fazilga mana shu o'zi kifoya o'zi aslida. Oqil odamga, ya'ni haqiqiy ishbilarmon, zakiy odamga shu hadis o'zi yetarli har qanday targ'ibotga. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusiyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbis azza va jalladan naql qilib aytadiki, Alloh taolo aytadi: "Kullu amali ibn Adam lahu." Odam farzandining amali hammasi o'zi uchun dedi. Illa som, illa roza men uchun dedi. Uning mukofotini o'zim beraman dedi. Odamlar prezident sovg'asi, hokim sovg'asi uchun ba'zida yosh go'dagilar dadasi va'da qilgan dadasining sovg'asi, opodasining, opoqisining, katta buvasining sovg'asiga qay darajada e'tiborli bo'ladi. Endi xalqaro mukofotlarni qo'ying. Qancha inson bunga oshiq bo'ladi va uni olganda qanday bir o'zini baxtli va o'zining nihoyatda bir katta yutuq egasi deb biladi. Robbul alaminning mukofoti, ro'zaning savobini, ajrini, beradigan mukofotini men beraman dedi. Qolgan amallarinnikini ham Alloh taolo beradi, lekin bunni amallardan jihodni, namozni, sadoqat, haj, hammasini Alloh taolo beradi. Lekin amallarning ajridan xoslab turib ro'zaninkini men beraman dedi. Demak, shunday oyga kirib kelyapmiz. Bu oyda boshqa oyda qilingan amaldan bu oyda qilingan amalning ajri savobi bir necha bor ko'paytirib beriladi. Misol uchun aytaman, hozir $100 sadaqat qilsangiz yoki hozir bitta qarindoshingizdan sila rahim qilib xabar olsangiz yoki hozir kechasida turib 2 rakat namoz o'qisangiz, Ramazon oyida qilingan $100 yoki Ramazon oyida qarindoshdan bog'langan sila yoki Ramazon oyida kechasi turib 2 rakat o'qigan namoz yoki Ramazon oyida boshqa oyda o'qilgan tilovat, ilm hech qachon tegmas. Ramazon oyidagining ajri barobari siz va men aqlimizda tasavvur qilib sifralar darajada, ya'ni mumkin emas. Sifralar hech qachon sifralar mumkin emas. Ya'ni aqlimiz tasavvur qila olmaymiz qay darajada ko'paytirib berishligini, chunki mukofotni Alloh taolo beradi. Shunday ekan, bu oyga yaxshigina bir isti'dod bilan, yaxshigina bir o'zimizning tayyorgarlik bilan kirib kelishligimiz haqiqiy qulning, haqiqiy mo'min odamning, haqiqiy musulmon odamning, haqiqiy Alloh taologa ihson bilan bandalik qiladigan odamning fursat, g'animat oyiga kirib kelyapti. Shunday ekan, Alloh taoloning amriga itoatan aytganimdek, kelinglar Ramazon oyida jamoaviylashib, Alloh taolo bergan fursat bu, internet orqali sizlar bilan aloqada turibmiz. Alloh taolo buni bizga xayrli ishlarga vosita qildi. Robbimga hamd bo'lsin. Kelinglar o'zimizga bir vazifa qatorida bir do'stlarimiz bilan bir nima qildik, tadbir qildik. Nima desa, Ramazonning har bir kunida
bugungi kun tili bilan aytganda trend deb qo'yishadimi yoki bo'lmasa bir vazifa deymizmi, o'zimiz uchun bir vazifa, o'zimiz uchun bir qasd, o'zimiz uchun biror bir ya'ni bir-birimiz bilan jamoaviy bir Alloh taologa bandalik qilishlikka harakat qilaylik degan maqsadda ikki xil yo'nalishda inshaalloh bir oy mobaynida Ramazonda sizlar bilan bu internet orqali bog'lanib turamiz. Inshaalloh Alloh taologa qullik, bandalik qilishlikda musobaqalashamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan solih bandalarini maqtaganda yusari'una fil xayrat dedi. Xayrli ishlarda ular nima bir-birlari bilan musobaqalashadi dedi. Chunki mo'min odamning, muhsin odamning sifati yaxshilik ishda bir-birlari bilan musobaqalashadi. Inshaalloh musobaqa qilishlikda nafsiy musobaqada inson yutsam undan ko'ra men g'olib bo'lsam deydi. Alloh taologa musobaqada esa bir-birini yaxshilikka chaqirib, bir-birini ana shu yaxshilikka nima targ'ib qilib chaqiriladi. Kelinglar bir-birimizni solih amallariga targ'ib qilib chaqirib, birlalashib Alloh taologa yaxshi bir sunnatga muvofiq holatda bandalik qilib chiqishlikka harakat qilaylik. Bu tartibimiz nimalardan iborat? Birinchi qismi inshaalloh Xudo xolasa har Ramazonning har bir kunida bir vazifa qatorida o'zimga va sizlarga vazifa qatorida, albatta sinflarga bo'lingan qatorida, ilm saviyasi, imkoniyati hisobga olgan qatorida johilligi, ilmsizligi, imkoniyatidan kelib turib yurib, birinchi sinf, ikkinchi sinf yoki yuqori sinf deb turib yurib bo'limlarga bo'lamizda, ya'ni har birimiz o'zimizga vazifa olamiz. Bugun nima amal qildik? Ya'ni bugun aytaylik, misol uchun aytaylik, bugun qarindoshlar bilan yoki bo'lmasa aytaylik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siratlaridan o'qishlik yoki hadislaridan o'qishlik. Kimdir 10 ta hadis o'qiydi, kimdir 100 ta hadis o'qiydi. O'qigan faqat o'qishlik emas, o'qib shundan Alloh taoloning rasuli, men uchun yuborgan elchisi mana shu muborak so'zlarida menga nimani buyuryapti yoki nimadan qaytaryapti yoki nimani xabarini beryapti, nimadan ogohlantiryapti, nimaga chaqiryapti. Ana shu hadisni o'qib qo'limizdan kelganicha hammamiz vazifa olamizda, ya'ni Ramazon oyi davrida fursatida shunaqa trend beramiz, vazifa beramiz, o'zimiz shu narsaga amal qilamiz va inshaalloh Xudo xolasa natijasini bir oy Ramazonida qani ko'ramiz, qay darajada Alloh taolo bizni shu solih amallarga muvaffaq qildi. Demak, Alloh taolo shu solih amallarga muvaffaq qilishligi, ishoning, Alloh taolo sizni, bizni sevishligiga dalolat qiladi. Agarda vazifa yuklasaydi, o'zimiz qila olmasak yoki qilaman desaydi qila olmasak, bilinglar faqatgina o'zimizning yomonligimiz, gunohimiz ko'pligi, Alloh taolo shu solih amalga qilganlarga beradigan ajr va mukofotga loyiq inson emasligimizga dalolat qiladi. Alloh taolo bundan ofiyat bersin, hammamizni solih amallarga muvaffaq qilsin. Ikkinchisi, Ramazon oyi bilasizlar, Qur'on oyi. Ramazon oyi, Qur'on oyida Alloh taolo Qur'onni nozil qilgan. Bu oyda butun salaf solihlar, balki bizning imomimiz, ustozimiz, habibimiz, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Ramazon oyida Qur'on xatm qilardilar, Qur'on tilovat qilardilar. Bu Qur'on Alloh taoloning so'zi. Shu Qur'onni 30 pora deb bilasizlar. 30 kun mobaynida qorilarimiz tarovih namozlarida Qur'onning xatm qilib beradi. Shu 30 kunda bir porada tafsirini qilishlik emas. Bir oy Ramazonda har bir kunida bir porada Alloh taoloning shu misol uchun birinchi porada Alloh taolo bizga nimalarni buyurgan, nimalarni qaytargan, nimalardan ogohlantirgan, shundan oladigan qisqa foydalarni Ramazon oyida bir oy Qur'on bilan yashaymiz. Ya'ni bir qismida amal qilamiz, bir qismida o'rganamiz. Mana shunday holatda inshaalloh bizlarni yurgan islomdagi do'stlarimiz, opa-singillarimiz bilan Ramazonni shunday qilib o'tkazamiz. Alloh taolo o'zi solih amallarga muvaffaq qilsin. Vallohu taala alam, sallallohu